Namozdan beparvo turganlar mana bu nasihatdan nasihatlanib olsin deyapti. Alloh taolo aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Biz ularni katta azobdan oldin kichkina azoblarni berib qo'yamiz shoyatki qaytsa deb. Ya'ni kichkina azob, musibat, dard Alloh taolo mo'minlarga berib qo'yadi shoyatki to'g'ri yo'lga qaytsa deb. Yo itoat qilib bo'ysunib qaytadi, yoki ikkinchi og'ir musibatlarga keyin o'tib ketib qoladi. Shuning uchun gohida musibatlar yetib qolsa, bu Allohdan deb bilish kerak. Alloh taborak va taolo senga bir musibatni berayotgan bo'lsa, Alloh taolo senga muhabbat bilan berayotgan. Yo senga bir mushkilni bersa, qiyinchilikni bersa, yoki bir kasallik bersa, yoki tanglik bersa, yoki qalbingda siqilishlik bersa, yoki bir musibatni orqasidan musibat kelsa, Alloh azza va jalla senga bu narsalarni seni to'g'ri yo'lga burishlik uchun beryapti. Va Alloh taolo seni qanday qilib to'g'ri yo'lga qaytarishligini ham biladi. Seni qanday qilib qo'rqitishligini ham biladi. Alloh taolo seni ikkala tizzangni qo'rquvdan qanday qilib titrab ketishligini ham biladi. Yana Alloh taolo seni hamma xabaringni bilib turadi. Va seni hushing ketgan paytingda ham Alloh taolo biladi. Endi pahlavonlik nimada? Desa, pahlavonlik ya'ni mardlik, yigitlik nimada? Yigitlik o'zingni nafsing bilan musibat ko'rmay, boshqa qilmay, balolarga tiqilmay, Allohga bo'ysunib itoat qilib sajda qilishligingda ana shu pahlavonlik, yigitlik bo'ladi. Alloh taolo seni xor qilib, sindirib, kasallikni berib, dardni berib, keyin itoat qilganingdan ko'ra sog' salomat holatingda itoat qilganing eng go'zali bo'ladi. Alloh taborak va taologa o'zingizni irodangiz bilan yuzlaning. Allohga itoat qilgan, unga bo'ysungan, tavba qilgan, qilgan ishlariga nadomat qilgan holatda yuzlanishlik kerak. O'zingiz tomonidan shoshilib yuzlanishlik kerak. Mana shu narsa eng munosibi va bizga eng tinchi ham mana shudir. Pahlavonlik nimada desa, Alloh taolo bilan yoshligidan sulh qilib salohiyatga kirib olishlikni pahlavonlik. Qachonki balo kelganda emas. Demak, Robbimiz ajoyib mana hikmat. Namozlarga shoshilib yugurayotganlarning yutuqlari baland. Namozdan shoshib qochayotganlarning zararlari baland.